Uyghurlarda Qutubche İslam. Aptori, Abduweli Ayup. Yaqında Said Qutub şehit bolğanlığının 50 yıllıqığı beg'ishlab, Uyg'urda kitap nashr qilinganligini anglab, o'ylanib qaldim. Asli bu yil Türk dünyasida Yusuf Hasajib, xalqarada Ahmad Yasvi xotirlanadigan muborak yil edi. Amerika bosh kotibi John Kerry O'rta Osiyo tashqi ishlar ministrlari yig'inida Qutubche birlikdagi elchiga qo'yilgan talablarni qatnashchilarga eskartib o'tgan edi. Mushunda xosiyatli yilda xalq bovimizning o'g'it hikmatlarini bizga eskartib yursa, bizda o'zimizning peshvalarini qo'yib turib, Said Qutubning yodlanganligi qora yumurdak tuyuldi. Agar Yusuf bovimizni xotirlab, diniy kitob chiqarmasak, savob bo'lmaydi desak, ustozimiz marhum Yar Muhammad Toyir Tug'liqning nashrsiz qolgan Qutubche bilik va islom ro'yi degan kitobi bor edi. Men tavsiya qilib boqqan edim. Said Qutubning xotirlashga arzigidek hayoti, asarlari va fikrlaridan bahralanish uchun uning yo'l bu yerda degan Uyg'urcha kitobini, men ko'rgan Amerika degan inglizcha kitobini yenishlab o'qib chiqdim. Marhumning 50 yillikni xotirlab Uyg'urcha nashr qilingan Said Qutub degan kitobini o'qigach, izlab baqsam, men biladigan inglizcha, turkcha, farscha qatorliq tillarning hech birida bu o'limaning shehid bo'lganligi xotirlanmabdi. Qaraganda bu tillarni qo'llanadigan kishilarda bundaq bir shaxsning mafkurasi din deb qaralmagan bo'lishi, bundaq ideyaga bozor bo'lmasligi, oyig'i chiqmas nafrat va tugumas urush asabiyligining targ'iboti qarshi ilinmasligi mumkin. Balkim 60 necha yildan beri Misrda utuq qozonolmagan Qutub mafkurasi Uyg'urchadan boshqa tillarda so'zlaydigan ochiq, o'tkir va erkin fikrliklarda ancha olqishlanmasi kerak. Musulmon qarindoshlar jamiyatining fikr otisi, millionlagan musulmonni vatansizlik, millatsizlik, qon qarindoshsizlik yaqlangan bir oshqun ideologiyaga boshlagan. Ularni o'zaro qirg'inchilikqa, yaklashga va ziddiyatga yetaklagan bu inqilobchini xotirlash nimaga zarur bo'lib qolgandi? Javob o'qirmanlarning ko'pligi ekan. O'qirmanlarning ko'p bo'lishi bir mafkuraning to'g'riligiga dalil bo'la olamdi. Halbuki to'g'ri xatoni ko'p sonliqqa qarab o'lchashni Qur'on rad qiladi. An'am 116, Nayl 120. Chet el tilidagi manbalarga qarasam, dinimizni radikallashtirgan olimlarning beshiga Said Qutub, Mavdudi, Muhammad Qutub tiziladi ekan. Siyosiylashgan islom, ya'ni turkchada islomchilik, inglizchada islomizm deb ilinayotgan bu atalg'uning arabchisi siyosiy islom deb ilindi ekan. Men arabchisi bo'yicha siyosiy islom deyishnimi saqlandim. Ning manbasi va targ'ibotchisi bo'lgan musulmon qarindoshlar uyushmasining, ya'ni Ikhvanul Muslimin tashviqoti Uyg'urcha eng ko'p tarjima qilinibdi. Uyg'urda Said Qutubning xotirlanishi
ашқұллыққа тевінідіған вә қатнышыдығанларның көпейші білән мұнасыветлік. Uyghurның bekik, мәзлум, намрат, mərifətsiz düşkün muhitida aşqın fikirlərinin ən bazarlıq boluşumu düşünüşlük. Əsli Uyghur müşərrəb bolğan İslamda radikallıq degan gap yox. Әмма Сәйд Qutubqa o'xshash, ayni chaqda faşistik millatchilikka, aşqın kommunistlikqa әгішіп баққан кішінің қалымыдың шыққан идея. Uyghurlarning dinni radikal tushunib olishiga sabab bo'lgan. Ondan boshqa hozir dunyodagi ashqullar yashagan muhitda tengsizlik, huquqsizlik, adolatsizlik, zulm, nadonlik qatorliqlar mavjud. Faqat bularga bo'lgan qarshilikning din nomida yo'lsiz, qabih, adolatsiz shaklda ifodalanayotgan bir tarpi bor. Uyg'urlar musulmon emas, buddist bo'lgan taqdirdimi, hozirgi chidog'siz muhit yanala oshqullikqa qistig'an bo'ladi. Qutub ideologiyasi faqatla aşqullıqqa xemi turuş boldi. Təmtirgənlərə qolçıraq tutub berdi. Bunda xemi turuş və qolçıraqның Uyğurdakı ifadəsi bolğan Qutub yazğan bazarlıq kitaplar meni o təşəbbüs qıladigan məfkura haqqında yana oylanışqa məcbur qıldı. Onun əsərlərini və başqa münasibətlik maqallarını aylarca vaqt sərf qılıb oqub çıxdım. Andın münasibətlik tədqiqatlarımı көз yugurtdim. Yol bu yerdə degan kitapni Qutub Bismillahsida hüküm bilan başlab, hazır insoniyat dunyosi baloyi ofat girdobig'i berib, hamma yerda urush, ekspluatatsiya, axloqsizlik, saxtapazlik avj elib ketdi deydi. Hamda buning davosini Allohning qonunini tutqi qilgan hokimiyat deb kesib aytadi. Oningcha bugungacha bo'lgan jamiyatlarning hech biri islom jamiyati emas. Musulmonlar insoniyatga rahbarlik qilish kerak. Sabab ularning eng kuchli e'tiqod, fan texnik emas. Qutubning bu yerda o'ttirg'i qo'ygani bir fikr bo'lib, bir hukm sifatida o'ylanishga tegishlik. Ammo qo'llanishga kelganda qiyinchilik tug'iladi. Chunki bundaq hukmlarning ko'z oldimizda bir amaliy g'albilik ulgisi yoki logikalik isbotlash jarayoni yo'q. Qutub kitobida faqat reallik qandoq va qandoq bo'lishi kerak deganga javob bergan. Ammo nima uchun mushundaq bo'lgan? Allohning qonunini tutqi qilgan hokimiyatning tuzumi, obyekti, ijrochisi, tashkiliy shakli, barliq kelish usuli, boshqarish mexanizmi, iqtisodiy qurilmasi, diplomatiyasi, mudofaasi, ma'rifi, farovonligi, dunyo siyosiy va iqtisodiy tartibdagi o'rni deganlarni so'zlamagan. Ishning eng asini Qutubdek bu qandoq degan savolga haq yoki botil deb javob berish. Nima uchun shundoq bo'ladi? Asli qandoq bo'lishi kerak edi? Nima uchun undaq bo'lishi kerak edi deganlarga javob bermak oson emas. Demak, Qutub başdala dunyoni butunlay pakitsiz, isbotsiz yemirilgan deb ba'zi hukmlarni chiqardi. Lekin dalillamaydi.
Oningcha musulmonlarmo g'oyib bo'lishga boshlagan. Xususiy va kollektiv mulkchilikmo yemirilgan. Millatchilik, rayon o'rtaq gavdisi, iqtisodiy ittifoq deganlarning abjig'i chiqib ketgan. Halbuki Said Qutub yemirilgan degan dunyo mavjud. Abjig'i chiqib ketgan millatchilik helimi bor. Rayon o'rtaq gavdisi texim ko'payyotidu. Iqtisodiy ittifoqlar teximi mustahkam va kuchli holga kelmoqda. Umumiy mulkchilik ba'zi allarda teximi kuchlik yemirilgani yo'q. Xususiy mulkchilikmo hech yemirildigandek emas. Mana bu qutubning eng gavdalik va izchil savalligi bo'lib, dalil ko'rsatmasdan hukm qilish, masalani reallik ichida ilmiy, amaliy, aqliy tahlil qilmaslikdir. Qutub kitobida ziminda Allohning hokimiyatini tiklash uchun jamoat tashkillashning muhimligini ta'kidlaydi. U islomning nazariyaviy e'tiqod prinsiplariga amal qiladigan, jaholatga qarshi tura oladigan jonliq, harakatchan bir jamoat qurishimiz kerak deydi. Buning yo'li islom bo'lib, biz cho'qim uning yordamida yer sharini qoplab olgan jaholatni supurib tashlashimiz lozim deb qaraydi. U dastlabdala hech bir dalil ko'rsatmay, hozirgi jamiyatlarning hech birini islom jamiyati deb e'tirof qilmag'achqa, jahiliyat jamiyati deb to'nig'achqa, agash kuchlarni ularga qarshi o't echishga chaqirdi. Ya'ni 92-bet. Mana bu musulmonlar dunyosida tugamayotgan o'zaro qirg'inchilikning qutubcha islomiy asosi. Halbuki har davrda, har makonda Habil bilan Qobil mavjud bo'lgandek, Fir'avn bilan Musa, Namrud bilan Ibrohim, yaxshilikqa vakillik qilg'uvchilar bilan yomonlikqa vakillik qilg'uvchilar o'rtasidagi kurash davom qiladi. Kufrni, gunoyi masiyatni yer yuzidan butunlay supurib tashlash mumkin emas edi. Bu xuddi jannatni yer yuzida barpo qilishga urinishdan farqsiz edi. O'z vaqtida Hazrati Nuh Rabbimizga nido qilib mundoq degan edi: Rabbim, yer yuzida kofirlarning birnimi qo'ymag'in. Agar ularni qo'ysang, shubhasizki bandalaringni ozdiradi. Ularning topgan bolalarimo faqat fajr va kofir bo'ladi. Nuh surasi 26-27 oyat. Allah Nuhning duosini ijobat qilib, to'pam balasi yuz berdi. Hazrati Nuhga iymon etib, uning kemasiga chiqqanlardan boshqalar to'panda g'arq bo'ldi. Lekin ana shu taqvo mo'minlarning naslidan bo'lganlar ichida yana kufr, zulm paydo bo'ldi. Mo'min bilan kufr, zulm bilan adolat yo'qlovchilar o'rtasidagi kurash davom qildi. Qiladi. Rabbimiz insonlarni bu olamga imtihon uchun avatgan. Mulk 2 bo'lib, yomonlikqa qarshi yaxshilikqa vakil bo'lishga tavsiya qilgan va Fir'avndak bovoq qotili zolimg'imi oldi bilan chiroyli nasihat qilishga buyurilgan edi. Taha 44. Qutubga ko'ra tashkillanmoqchi bo'lgan jamoatning yadrosi iymon bo'lib, irq, millat, zimin, rang, til, shuningdek davlat, rayon, iqtisodiy manfaat deganlarni qat'iy cho'rivitishni ta'kidlaydi. Aqllarga ma'lumki, millat, til, davlat deganlar
tilab tepib alg'ili, tenib tashlavatkili bo'ladigan narsalar emas. Millat Allah'ның insonlarga putgan taqdiri. Rum 22, Uyghurlat 13. İslam, iman va mu'minlik insonlarning tanlashidir. Baqara 256. İman til orqali dilga o'rinlashidir. Til orqali tavsiya qilindi. Tilni tashlab imanni yadro qilgan qutubche islomiy jamoat barpo qilish mumkin emas. Said Qutubda kommunistik ideologiyaning ta'siri bor. Sheyx Rabi. O markazimda izchil qo'llaniladigan insoniyatni azod qilish chaqiriqini Leninizmning qurolliq inqilob bilan o'rtaq bir davlat qurish g'oyasini o'zlashtirgan. Sheyx Rabi, İbrahim al-Hudayba, Ladan va Roya Boroman uningda hammani qarma-qarshi ikki kategoriyaga ayirib o'ylashadigan ikkilik tafakkur mavjud. Shunga u insoniyatni musulmon va kofir deb ikkiga ayirgan. Jamiyatni jahiliyat va islomiyat deb ikkiga ayirgan. Madaniyatni islomiy va jahiliy deb ikkiga ayirgan. Hokimiyatni ilohiy hokimiyat va insoniy hokimiyat deb, tuzumni ilohiy tuzum va insoniy tuzum deb ikkiga ayirgan. Bundaq tafakkur kommunistik va fashistik xohishdagi kishilarga o'rtaq bo'lib, azaldan tanqidga uchrab kelyotdi. Agar hamma ikki qutubdan ko'ztilsa, Allohning birligiga, shundaqla Allohning bir yaralmishning ko'pligiga kelganda duduqlab qoladigan ish chiqadi. Qur'onmo islomga tava bo'lg'uchilarni mu'min, fosiq, munofiq va taslim bo'lg'uchilar. Uyghurlat surasi 14-oyat degandek bir qancha turga ayiradi. Hatto ahli kitoblarni bir tayoqda haydamaslikka buyuradi. Ali İmran 75, 113, 114, 199, Maida 69. Şuna qutubche ikkilik maqbul bo'lmaydi. Ondaq tafakkurni oshqulliq deymiz. Said Qutub garchi g'arbga izchil nafratlansimi, 19-asrlarda Yevropada avj olgan Yevropa markazlik ta'limotining tafakkur usuli bo'yicha boshqa madaniyatlarni baholab cho'ktirgan. U o'zining nazaridagi jahiliyat madaniyatlariga mundaq baho bergan. Garchi u jahiliyat jamiyati Allohning mavjudligini e'tirof qilsa-mu, kishilarning butxona, cherkov, masjidlarda ibodat qilishiga yo'l qo'ysa-mu, dal mushu sababdan u jaholat jamiyati bo'lib qoladi. İslam jamiyati mana shundaq alohida xususiyati bilan birdan-bir madaniyatlik jamiyat sanaladi. Boshqa har xil rangarang jamiyatlar qaloq, madaniyatsiz hisoblanadi. 198-bet. Bu qarashdan Allohning insonlarni bir-biri bilan tanishish uchun ayrim millat qilganligini. Rum 20. Millatlarning o'z rayoniga, muhitiga va ma'naviyatiga ko'ra madaniyat yaratganligiga bo'lgan e'tiroz o'ttirg'i chiqadi. Said Qutub asarlarda insondagi vatan so'ygisidan iborat eng tabiiy tuyg'uni
va o'z davlati bo'lishdan iborat aqalli arzuni inkor qiladi. Oningcha Allohdan qabul qilingan aqida, qonun tuzum va turmush usuli hukmronlik qiladigan davlat musulmonning vatanidir. Mana bu insonga loyiq vatanning ma'nosi ekan. U yana vatan va davlat haqida islom aqidasi rahbarlik qiladigan, Allohning shariatila hukmronlik qiladigan zimin. İslam davlati musulmonning vatani. Aksicha, islom rahbarlik qilmaydigan, Allohning qonuni hukmronlik qilmaydigan davlat. Urush etishga tegishli davlatdir. 266-bet. İslam birli davlatning mavjudligini muqarrarlashtiradi. Bu bo'lsa islom davlatidir. 251-bet. Mana bu oshqun bayonlar kishilarni burun Pokistonga, Afg'onistonga boshlagan. Hozir Suriyaga, Xurosonga talpindirmoqda. Albatta biz bu yerda oyog'i chiqmas munozirlardan bo'lgan Darul Islom va Darul Harb masalasiga kirmoqchi emas. Bu atalgılarga her kim her xil izo berib kelmekte. Halbuki yer yüzüde küpürning mevcut bo'lishi sunnatullah bo'lib, kecha bilan kunduzning mevcut bo'lishidek o'zgarmas qonuniyatdir. Maida 48, Nail 93, Shura 8. Mühminlərinin məsuliyyəti tinchlik tərəfdarı buluş. Yunus 99, Kafirun 6. Dostani ötüş asas bulup, kafirlar etiqadqa besim qilganda yoki yurtdan qo'g'lab chiqarishga tamshalganda o'zini qo'g'dash uchun urush qilishga yo'l qo'yilgan. Mumtayna 8-9-oyat. Va kafirlarni va yoki dushmanlarni har turli tajovuzdan voz kechtirish uchun harbiy jihatdan tayyorlikni puxta qilishga buyurgan. Anfal 60-73. Rasulullahning sunnati buning dalili bo'lib, u Hudaybiyada bir mushrik qabila bilan harbiy ittifoq tuzgan. Makka mushriklar bilan tinchlik sulhisi imzolagan. Madinadagi musulmonlarga hujum qilmaganlar bilan tinchlik ichida o'tgan. Har qandaq inson o'zini oldi bilan oilaga, millatga, vatanga tava deb his qiladi. Hamda mushu asosda o'zini insoniyatning bir parchasi deb taniydi. Bu bir o'rtaq psixik ehtiyoji bo'lib, Qutub buni inkor qilib, aqida, qonun tuzum va turmush usuli musulmonning tavalikidir. Mana bu odamlarga loyiq munosabat shaklidir. Haqiqatan oila, qabila, millat, davlat, zimin, tarafdorlik uqumi qalaq uqum bo'lib, insoniyat o'zining ro'yi tushkunlik tarixida to'nib yetgan jaholat uqumidir deb yozgan. 270-bet. Qutub mu'minlarni tabiiy insoniy tuyg'udan voz kechgizib, o'zi targ'ib qilayotgan mafkurining qurboni bo'lishga da'vat qilayotgan bo'lib, fidokorlik qandaqdir bir nishon uchun yoki qandaqdir bir davlatni qo'g'dash uchun emas, balki Allohning din va shariatining g'alabasi uchun hamda islom davlatini qo'g'dash uchun qilinadi. Hargizmo zimin va xalqni qo'g'dash va oila va bolalarni qo'g'dash maqsad qilinmaydi deb jakarlaydi.
268 bət. Bu düşüncə Peyğəmbərimizin can, mal, nomus, ailəsini qoğdaş yolida ölüb ketkenlər şehitdir degan ma'nodagi hadisiga zid. Əməliyyatda Uyğurlarning 2013-yildan buyon top bo'lib turlik yo'llar bilan Turkiyaga safar qilishi va bu yerdan Suriyaga mengishining mafkura asosi mushu bo'lsa kerak. Bu yerda so'rashga tegishlik bir savol tug'iladi. Bu haqda Allohning dini va shariati nima? Rum surasi 30-oyatda Allah mundaq deydi. Batıl dillardan yüz örüp to'g'ri dinga, ya'ni fitrat diniga yuzlangan. Allah insonlarni fitrat dini ustida yaratgan. Allah'ның yaratqanida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Millatini, yurtini so'yish insonning fitratida tug'ilishdan bor bo'lib, insonlar muayyan mansubiyat ichida yashaydi. O'zini shu kimlik ichida taniydi, tanishtirdi. Qur'on o'zining millatini boshqa millatdan ustun tutish, xatolig'i aniq tursimi, o'zidan bo'lganlarni himoya qilishdan iborat illatni rad qilib, adolat ustida ching turishni ta'kidlaydi. Maida 8 va insonlarni bu olamshumul prinsiplar ustida birlashishga chaqirdi. Shunga Bilal'ның Həmbəşistanlıq buluşu, Salmanның Paris buluşu, ularning islomdan iborat olamshumul prinsiplar ostida jam bo'lishiga to'salg'i bo'lmagan. Allah ulardan rozi bo'lsin. Qur'on insonlarni qandoq boshqarish tuzumidan bakrak, qandoq yetishtirish, tarbiyalashning manbasini, usulini ko'rsatadi. Mühminlarning qandoq kishilar bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Nayl surasi 89-oyatni buning yig'inchoq ifodasi deyishga bo'ladi. Shunga Rasululloh davlat qurishga emas, u davlatda yashaydigan va insonlarni idora qilishda Allah ko'rsatgan belgilamalarni asos qiladigan kishilarni tarbiyalab chiqishga ahamiyat bergan edi. Hujurat surasi 10-oyatga qaraydigan bo'lsak, Allah mundaq deydi. Agar mu'minlardan ikki guruh urushib qolsa, ularning orasini tuzab qo'yinglar. Agar ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilg'ichi taki Allohning hukmiga qaytqanga qadar, ya'ni tajovuzini to'xtatqanga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular Allohning amriga qaytsa, ularning orasini hech bir tarafga yon bosmasdan tuzab qo'yinglar. Hamma ishda adil bo'linglar. Allah haqiqatan adillarni do'st tutadi. Yuqoridagi oyatda 3 guruh musulmonlardan so'z ichilyotdi. Bu 3 guruhni shaxsga tatbiqlasak 3 kishiga, davlat darajasiga ko'tarsak 3 musulmon hokimiyatning gepi bo'lib, ular o'ttirsida to'qinish yuz berganda qandoq hal qilish kerakligi haqidagi prinsip o'ttirg'a qo'yilmoqda. Bu sababdan har millatdan bo'lgan mu'minlar o'z yurtida Allohning dinini hokim qilib yashash uchun tirishchanlik ko'rsatishga mas'uldir. Furqat 52. Barliq musulmonlar cho'qim bir hokimiyat ostida uyushi zarur emas.
Faqat Qur'on o'ttirg'i qo'ygan olamshumul prinsiplar ostida uyushish va o'rtaq harakat qilish majburiyati bor. Hujurat 10, Anfal 73. Qutub ijtimoiy pallani jahiliyat ideyasi ustiga qurilgan deb qaraydi. Oningcha falsafa, insoniyat tarixi, psixologiya qatorliq barliq mushundaq pallaning tadqiqot yo'nalishi o'tmishdiki va hozirgi zamondagi hammasi jaholat ichida turgan jaholatchi e'tiqod qarashning bevosita ta'siriga uchramag'inidan bir simi yo'q. 234-bet. Bu qarashqa marhumning inisi Muhammad Qutubmo varislik qilgan bo'lib, ma'rifshunoslik, jamiyatshunoslik, insonshunoslik qatorliq palladimi jahiliyatchi pallaning qatoriga kirgizadi. Shunga Qutubning jamiyatni tutashtiradigan tubki arg'amcha e'tiqod, irq, millat, til, zimin, iqtisod yoki boshqa omillar odamning oliy xususiyatiga vakillik qila olmaydi. Chunki bu omillarni tashlavatsimi, u odam bo'lib turaverdi deb hukm qilganlarga hayron qolmaslik kerak. Odamning tilsiz, millatsiz mavjud bo'lib tura olishiga isbot keltirish behojat. Amaliyotda Qutubning bu qarshi yangilik emas. Tarixda Çin sulolasi va Osmanlı imperiyasi G'arbning tajovuzida yengilib tursimi, G'arbning texnikasi kerak. Tuzumi, ilm-fan ideyasi lozim emas deb izchil Çin turgan va Birinchi dunyo urushida G'arbning tuzumi, ideyasi va ijtimoiy fanlardan oziqlangan Yaponiyaning hujumiga paylamagan. Davrimizda Arabistondagi Shoh Abdullah universitetida ijtimoiy fanlar yo'q. Mavzudingmi Qutubga o'xshash psixologiya, jamiyatshunoslik qatorliq fanlarni saxt fanga chiqarib o'rganishni cheklagan. Bu ahvollardan ko'rish mumkinki, nodonlikning millati davr bo'lmaydi. U o'xshamagan millat va o'xshamagan davrdagi farqli kishilarda izchil o'xshash xarakterda davom qilaverdi. Qutubning yo'l bu yerda degan asrdan qaraganda, uningda boshqa aqidalarni kamsitish xohishi kuchli bo'lib, u islom insoniyatni tövanki olamdan ko'tarib, ustinki olamga tutashtirdi. Hayvonlar tabiqasidan ayirib, insonlar tabiqasiga elib chiqdi. Jaholat qorong'uligidan qutqizib, islom nuriga boshladi degandek qurlarni uzun yezishga jur'at qilgan. 267-bet. İslam insonni hayvonlar tabiqasidan insonlar tabiqasiga elib chiqmadi. Balki o'qimas, tafakkur qilmas, yaxshi amal qilmas insonlikdan amaliyati iymoniga shohid bo'ladigan, o'zini va o'zgini yomonlikdan ogohlantiradigan, har bir harakati orqali yaxshilikdan bishorat beradigan, hamma so'zni anglab, yaxshisiga ergishadigan yuksak bir odamiylik pallasiga yetakladi. Aniqki, Qutubning bu bayonlari Allohning Qur'onda mu'minlarni mushriklarning butlarini ayblashdan to'sqanligiga, hakavirlikni cheklaganligiga muxolif. Uyg'urlarning yaqinqi 500 yillik tarixi dinni prinsip emas, dasmiy qilgan boshlamchilarning qo'lida mag'lubiyatlik yezilish bilan boshlangan.
Shuningdan boshlab biz dunyo, oxirat, tabiat, jamiyat va koinotni o'rgatadigan bir darsxona bo'lgan hayotning, darslik bo'lgan tabiat qonunlari va ilohiy qonunning o'quvchisi emas, oshiqi bo'lib kelyapmiz. Bu oshiqlik taklimkani quchoqlab yashayotgan bu so'yimlik millatni yotqa yem qilmay bugunga ulashtirdi. Shunga Qur'onning xatlariga o'xshaydigan yezqimizni tashlamay, Qur'onni egiz takchiga elib azizlab, oyatlarni uyning to'riga chaplab, mashinalarimizga bezak qilib esib yashayapmiz. Qiroatni anglasak yurak eriydi. Xatmi Qur'on so'rovlarda ko'zlar yoshlanadi. Shaksizki Qur'onning o'quvchisi, amal qilg'uvchisi bo'lishdan, oshiqi bo'lishga moyil bo'lgan asrlar mobaynida Uyg'urlarda Qur'on aqlga o'zlashish, tushunchaga manba bo'lish, hayotga ko'rsatma berishdan, ibodat so'rovlarida yodlanadigan, odat murosimlarda qiroat qilinadigan, ilohiy tuyg'uga mung qatadigan holga keldi. Madrasalar maktablarga, mudarrislar muallimlarga aylanolmadi. Natijada bizda Qur'ondagi hukm bilan Qur'onni vasita qilgan hukmni, Qur'ondagi tushuncha bilan Qur'onni suiiste'mol qilgan ideyani ayray olmaydigan hissiy musulmonlik davomlashdi. O'zimizda Qur'onni Qur'on mantiqisi, bir butunligi ichida tushunish va tafsirlash umumlashmay, xalqlar yozgan tafsir va izohliq qo'llanmalarga qarab dinni tushunadigan kunga qoldik. Tafsirlarning, mufassirlarning tushunchasi, davr va tarixiy shart-sharoitlarning mufassirlarga ko'rsatadigan ta'sirini nazardan saqit qildik. Bundaq tafsirlarning ba'zilari umissizlik, nafrat, qabohat qaplagan jamiyatlarda yashagan olimlarning qo'lida millatchilik, kapitalizm va g'arbning zulmidan joh to'ygan kayfiyatda yezilgan bo'lg'achqa, Uyg'urda xemi turishdek, qaqshalga cho'g' yaqqandek oqibat paydo qildi va qilmoqda. Badallar to'landi, mollar ko'ydi, jonlar o'rtandi. Ammo bu millatning ko'zidan yosh qurmay turib, yiring eqishga boshladi. Xatoliklar o'tdi, ammo xulosa yo'q. Xatoliklarning manbasiga yuzlanish yo'q. Aqliy tahlil kamchil. Xatolikni e'tirof qilib, tövbe qilib, ibrat oladigan ruh kamchil. Xatoliklarni oshkorligidek yurak, dit va jasorat kamchil. Xatoliklarning badalini burunqilar, davrdoshlar o'tidiq. Va qarindoshlarimiz shu badalning uvalig'i qilib, qiynalib davomliq masalani xato tunish, xato diagnoz qo'yish va xato retseptni ko'chirib kelish natijasida Uyg'ur xato yetaklanib, kulpatga barg'ancha petib ketyapti. Natijada millatning bosh ko'zila yerilmadi, yuraklardan qon ketdi. Acaba mağansır tarlışıvatqan, qiyinlashayotgan, qisilayotgan yo'limiz haqida o'ylanmasmizmi? O'tkini o'tib, ketgini ketdi. Ular o'tmish ummat edi. Ular ajriga tushliq natijasini Allohdan oladi. Bizmi qanchalik ajr singdirsak, shuningga tushliq ajr olamiz.
Baqara 134-141 oyat. Qur'onning ular Qur'on ustida tafakkur qilmamdi. Muhammad 24 degan oyati o'xshashla bizga xitob qilmoqda. Shunga bizmo yo'limizni Said Qutubning yoki yana kimlarningdir qadamlaridan izdimay, Qur'on, sunnat ichidan izdishimiz. Yo'limizni mustaqil o'zimiz tepib, o'zimiz mengishimiz kerak. Albatta, bundaq deganlik mo'tabar olimlarimizning qimmatli fikrlaridan foydalanmayli deganlik emas. Foydalanishimiz kerak. Lekin o'zimizning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy o'rnimizni va milliy xosligimizni nazardan saqit qilmasdan, tuzni bir yerdan, guruchni boshqa bir yerdan, sabzini boshqa bir yerdan, yog'ni boshqa bir yerdan elib, Uyg'urning og'ziga tetadigan poloni qandoq etish ustida tafakkur qilishimiz lozim. Shuni esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, boshqa joylarda o'ttirg'i chiqqan hech qanday bir mutafakkur yoki olimning mafkurasining bizga to'liq mos kelishi mumkin emas. Chunki bizning masalamiz, krizisimiz, qisqasi hech qanday ahvolimiz boshqa hech qanday bir millatning ahvoliga o'xshamaydi. Tugadi. 2019 yil 25 avgust